Azamjon ota Mo'ydinov nafaqaga chiqqaniga 6 yil bo'libdi. Shundan keyin uyida ovunchoq uchun sayroqi bedanalar parvarish bilan band bo'ldi. Bu yosh ulug'lar uchun boshqacha zavq deydi ota. Dam olasiz qandaydir. Yayraysiz. Buni ovozini eshitib, qanday hordiq chiqarasiz-da. Otasidan qolgan bir dona bedana qovoqdan boshlandi hammasi. Mana shu qovoqqa sayroqi bedana olib keldi. Ishqibozlik ortib bordi. Bugun otaning xonadonida 130 ta bedanalar parvarishlanadi. Parvarishi shu endi oddiy qilib aytganda yovvoyi tabiatda narsani qilib berish kerak. Qovoqqa solib qo'ygandan keyin tabiatda nima bor? Dalada. Shu narsani qilib bersiz, keyin aytganingizni qilib ham sayraveradi. Hozir biz xum beriladi. Ota aytadiki, 6 yil ichida bedanalar tilini tushundi. Eng zo'ri 6-7 marotaba sayraydi. O'rtachasi esa 3-4 marotaba sayroq quradi. Endi bu asosiy ko'proq bu yo'lida. Haligi ovozi yo'g'on, ovozi ingichka, o'ziga bir salmoqlanib yo'l bilan sayragani, u 2-3 ta sayrasa ham yo'l bilan sayragani o'ziga yarasha. Tongdan bedanalar sayrashni boshlaydi. Ota esa ularni qaroviga kirishadi. Suv, don, turli yashil o'tlardan beradi. Ana keyin sayraydi. Xullas, mehr bermasangiz sayramay qo'yadi deydi ota. Endi gaplashasiz, bularga bir mehr bermasiz, bunda qilib sayramaydi. Mehr berish kerak. Azamjon ota kabi bedana shaydolari, ishqibozlari har yili Marg'ilon shahrida o'tkazilgan bedana sayliga oshiqadilar. Sababi bu yerda eng sara sayroqi bedanalarni olib keladilar. Nuroniylar zavq oladi. Mana shu ishqibozlik uchun kelamiz, ataylar bedanalar sayliga. O'zimiz ham bedana qo'yamiz, boshqa qilamiz. Mana bugun sayil ekan, barchani tabriklaymiz shu bilan. Hamma narsani gashti bor. O'shaning uchun kelib tomosha qilamiz. 200 ta bedana kirsa, 200 ta bedanani ovozi 200 xil bo'ladi. Biri sizga yoqadi, biri ingichka deydi, biri qalin deydi. O'zingizga ma'qulini eshitib, tayratib, chiroyli qovoqlarga solib, uyingizga borib sayratasiz. Marg'ilonda bu an'ana ko'p yillardan beri bo'ladi. Sanasini bilib qolsalar bas, mamlakatning turli hududlaridan saylga shoshadilar. 90 ga keldim. 90 yoshda bedana saylini tomosha qilish boshqacha mazza bo'lsa kerak, to'g'rimi? Endi qiziqqaningizdan keyin ko'rasiz-da. Qancha tomosha qilib aylanib yuribsan. Bu hammasi emas. Saylga Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston singari mamlakatlardan sayroqi qush ishqibozlari keladilar. Buni ko'pchilik tushunmaydi buni. Bu boshqacha bir damda odam uchun. Men ishlarni yig'ishtirib ham kelamiz shu yerga. Shu tanish boshqa o'yinlar bilan uchrashganda shu maqsad beramiz. Endi asosiy maqsad bu yerga o'rin olish emas. Yo'q, o'rin bu vtorостепенный. Aslan maqsad bu yerda qadrdonlar bilan uchrashish. Bunaqa zavq kemiramiz, Xudoga shukr. Bizdak faxrlanamiz chetlarga kelganimiz uchun. Yon qo'shni, jon qo'shni deyishadi shular uchun. Biz ham tojik, o'zbek. Bu saylda eng sara sayroqi bedanalar namoyish etiladi. Har bir parranda go'yo bir musiqa, bir san'at asaridek. Nuroniylar ham bu yerda to'lib toshgan hayot zavqini qayta his qiladilar. Yoshlik xotiralarini bedana ovozlari ohangida qayta kashf etadilar. Qanaqadir bedanalarni eshitganingizda bir maza qilasiz. Batata tabiiy nimalar. Allohga shukr. O'zingizdan bedana boqasizmi? Boqaman o'zim. Nechta bor? 15 tacha bor o'zimdan. Boqtiramiz bizdan. Sayl doirasida sayroqi bedanalar tanlovi ham o'tkaziladi. Unda eng yorqin, xushovoz va zebo bedanalar saralab olinadi. Mamlakatlardan kelgan bedanalar tanlovida ishtirok etadi. Bu gal O'zbekiston tomonidan olib kelingan italyan bedanasi birinchi o'rinni egalladi. Nimasi boshqacha bu italyan bedanasini? Bu ohangi bilan, yo'nalish yo'li bilan biz bedanalardan quloqqa jinday yoqimliroq. Bugun birinchi o'rinni oldi. Qanaqa endi? Albatta. Rahmat. Xursandmiz. Hammaga nasib qilsin shunaqa zo'r bedanalar. Hammaning xonadonida sayrasin. Birinchi o'rinda olganlarni bedanasini narxi oshar ekan, shu to'g'rimi? Balki endi shunaqa bo'ladi. Bu vositalik shunaqa narsa. Buni zo'rini oxiriga quvib yetib bo'lmaydi. Zo'rdan zo'r chiqaveradi. Shuning uchun vositalikdagi bu eng zo'ri deb bo'lmaydi. Birinchi o'rin olgan bedanangiz narxi oshdi bugun. Bugun bevosita misol uchun qanchaga sotasiz, necha pul qilasiz degan gaplar ham bo'lyapti, to'g'rimi? Ha, ko'pchilik narx oshadi, lekin xudo xolasa sotish niyat yo'q. Xudo xolasa bolalarini olamiz, buni ko'paytirish maqsad. Bu hammasi emas. Bedanalar uchun qovoqlar, sayroqlar uchun zarur buyumlar, yem-xashak, quti va kichik inshootlar savdosi ham yo'lga qo'yiladi. Bu yerda nafaqat bedana, balki bedanaparvarlikning o'zgacha madaniyati, muhabbati va san'ati namoyon bo'ladi. Bedana ishqibozlariga gulli bedanalar tayyorlayman. Bedana qovoqlar tayyorlayman. Mana iliqda turibdi. O'zbek milliy naqshlari, yangi urf bo'lgan
paxtagulliklar tayyorlab keldim. Mana shu olib o'zlari zavqlanib. Bedana sayli bu shunchaki bozor emas, balki bedanaparvarlar uchun bir bayram, ruhiy ozuqa va samimiy uchrashuv maskanidir. Unda so'z nafaqat parranda haqida, balki mehr birlashgan an'analar haqida ketadi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Ruxsor News uchun maxsus.